Ana. O'tgan safar o'rayman deb chiqib qo'ygan esingdami? O'sha qiz-u. Bugun sen 100% o'raysan. Davay o'zing ko'rsat. Assalomu alaykum. Bu ana orqamda o'tirgan qizimga buyurtma bergan. Ular zavtrak buyurtma berganlar. Hozir Vendisda 12 gacha zavtrak qo'shilgan. Menga bitta shunaqa bering. Aha, xo'p bo'ladi. Burrittolimi yoki kruassanlimi? Kurasanli bering. Kruassanli, xo'p bo'ladi. Bo'ldi, hadeb qaraverma. Davay Ahror, endi bahona qilib qatga o'tirsam ekan deb. Tak, qatda o'tirsam bo'lar ekan-a? Bo'sh joy bormi ekan? Mayli, o'tiring yonimga. Ha? O'tiring. Ha, bo'ladimi? Bo'ladi. Rahmat. Ishon Ahror, bu qizni ham senda ko'ngli bor. Bekorga oldiga taklif qilmadi seni. Ana endi chiroyli gapirib, suhbatni boshla. Davay. Zavtrak qosmi deyman. Vendisda zavtraklari chiqqanda burrito zakaz qildim. Juda zo'r ekan. Sizchi? Men mana kurasanli. O, mazza. Yangicha deysiz. Mazzami? Ha, endi xudo xohlasa hozir tatib ko'ramiz-da. Приятного аппетита. Rahmat. Молодец. Seni tarbiyalasa odam bo'lasan. Hozirgi qizlarga prikol qiladigan bolalar yoqadi. O'shaning uchun qanaqadir chiroyli prikol qilgan. Faqat o'tgan safarga o'xshab chiqib qo'ymagin. Davay. Qiz bola degan o'z uyda qilsa bo'lmasmikan zavtrakni? Yo, sizga nima farqi bor? Men qatta zavtrak qilyapman. Uzr, hazır. Dabba bo'ldi, jim o'tir. Chiqib qo'yding o'zi, bo'ldi. Umuman gapirma, razgovor to'xtat. Ovqatini yeb o'tir. Bunaqa kechirasiz. Savol bersam bo'ladimi? Hozir kurs nechi pul bo'lyapti bankda? Okay, o'zingiz o'tiravering. Yoqimli ishtaha. Nima deding? Nima? Kursni so'ra. Ya, kursni nima qilasan? Xuddi cho'ntagingda dollar bordek gapirganing qara. Sen toming ketmaganmi? Jinni emasmisan? Qiz bolaga ham shunaqa gapiradimi? Bor endi uzr so'ra. Kechirim so'ra, oyog'iga yotib kechirim so'ra. Kechirasiz. Ming bor uzr so'rayman. Qo'ya sal dovdirib nimadir deb tashladim. Shu qizlarning oldida o'tirsam, shu qizlar bilan ko'rishsam sal hayajon bosadi. Nima deyotganini o'zim bilmay qolaman. Ichkarida boshlasam o'ylayman, lekin tashqida boshlasam gapiraman. Ko'rinib turibdi o'zi. O'shanga mana vlajni olmaysizmi? 10 mingga beraveraman lekin addushi. Aka? Hozir ham hayajonlanib nima deb boshlasam demoqchi edim o'zi. Qarang, olaman. Hozir to'xtab turing-da. Okey, to'xtang. Mana sizga 50 ming, mana addushi beryapman, lekin boshqa qizlarning yoniga o'tirmang, maylimi? Sog' bo'ling, aka. Rahmat. Xo'p. Podarka sizga.